Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 14-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda cho'zish belgilari degan mavzu o'tamiz. Ya'niki Qur'oni Karimda keladigan 8 ta belgini o'rganamiz. 8 ta yozib qo'ydim. Shu 8 ta belgidan bugungi darsimizda 3 tasini o'rganamiz. Keyingi darslarimizda qolganini o'rganamiz. Demak, birinchisi. Bundan keyin fatha tikka holatda ham kelishi mumkin. Nima degani? Masalan, qarang. Mana z harfida z harfining ustida mana uzun cho'pcha keladigan bo'lsa, mana shu uzun cho'pcha fathaga teng bo'ladi. Ya'ni shu mana bundan keyin fatha tikka holatda ham kelishi mumkin. Tushunarli? Demak, fathamiz bundan keyin masalan za deb yozilgan so'z endilikda quyidagi holatda ham kelishi mumkin. Ya'ni tikka holatda kelishi mumkin. Yana bitta misol keltirsak, masalan t harfida t harfining ustiga masalan uzun cho'p qo'yadigan bo'lsak, mana shu cho'p o'zimizning fathamizga teng bo'lar ekan mana. Ikkalasi bir-biriga teng ekan. Masalan, buni ta deb o'qirdik-ku. Buni ham ta deb o'qiveramiz, hech qanaqa muammo joyi yo'q. Faqatgina fathaning tikka holatda yozilishi hisoblanadi. Mana bu yoqda ham za deb o'qiveramiz. Yoki bo'lmasa uzunroq so'z yozsak, mana Rohman degan so'zda ham mana e'tibor bersangiz, bu yerda min ustida fatha tikka holatda kelyapti, bu yoqda esa odatiy holatda kelyapti. Biz umumiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, fatha tikka holatda kelsa ham hamda o'zim odatiy har doimgidek o'zini holatda kelsa ham ikkalasi ham bir-biriga teng bo'ladi. Endi ayrim Qur'on kitoblarida tikka holatda kelmasligi mumkin. Oldindan aytib qo'yay. Agar siz Qur'on kitobidan buni topa olmasangiz, boshqa nashrlarda bo'lishi mumkin. Shu bosmalar ham farq qiladi-ku. Shuning uchun Qur'onda bosmalari ham farq qilgani uchun sizni Qur'on kitobingizda bu holatda bo'lmasligi mumkin. Bu holatda bo'lishi mumkin. Lekin biz umumiy holatda aytyapmiz. Agar ko'rib qolsangiz, fatha tikka holatda ham kelishi mumkin ekan. Ikkalasi bir-biriga teng. Hech qanaqa farqi yo'q. Faqatgina farqi yozilishda, o'qilishi bir xil. Ikkalasi ham a deb o'qilaveradi. Ya'ni za ta deb o'qiysiz. Masalan, Rohman ikkalasi ham bir xil o'qiladi. Faqatgina tikka holatda yoki bo'lmasa yotgan holatda kelishi mumkin ekan. Bu birinchi qoida edi. Aytib o'tganimdek, jami 8 ta. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Endi ikkinchisi, fatha tikka holatda kattaroq yozilishi mumkin. Misol uchun qarang, mana z harfida z harfining ustida fatha uzunroq, mana qarang, kattaroq holatda yoziladigan bo'lsa, bu o'zi qarang, tikka holatda kelsa fathaga teng edi, to'g'rimi? Endi uzunroq bo'lgani uchun ham alifga teng bo'lib qoladi. Ham fatha ham alifga teng bo'ladi. Shunda bu endi za emasda za deb o'qiladi, cho'zib o'qiladi. Nega deganda, chunki bu ham fathaga ham alifga teng bo'lib qoladi. Bu tarafda yoyilmasini yozdim. Demak, buni za deb o'qiymiz. Bunga teng bo'lib qoladi. Za. Nega? Chunki alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi fathalik bo'lsa, cho'zib o'qiladi. Tushunarli? Demak, shu uzunroq holatda kelib qolsa, ikki harakat cho'zib o'qirar ekansiz. Za deb shunga teng bo'lib qoladi mana. Mana yana bitta misol ko'rsak, mana n harfida n harfining ustiga uzunroq holatda kelyapti. Mana uzunroq kelgani uchun ham fathaga ham alifga teng bo'lib qoladi. Nega desa, uzunroq kelgani o'zi alifni bildiryapti, o'zi tikka holatda kelsa fathaga teng edi. Tushunarli? Boyagi holatda esa faqatgina kalta holatda kelganda fathani o'ziga teng edi birinchi holatimizda. Ikkinchi holatimiz uzunroq holatda kelgani uchun ham fathaga ham alifga teng bo'lib qoladi. Ya'niki bu endi na emasda na deb o'qiysiz. Mana bitta misol keltirsak bo'ladi. Masalan, Rohman degan so'zni misol keltirsak, mana bu yerda ham Rohman deb o'qiladi mana. Mana qarangda, ham joydan ham ancha yutsa bo'ladi, qarang. Mana m harfida uzunta cho'p qo'yib qo'yadigan bo'lsa, buni endi Rohman deb o'qiymiz mana. Uzunroq bo'lsa aytganimdek, ham fathaga ham alifga teng bo'lib qoladi. Tushunarli? Bu ham lekin tikka holatda kelishi sizni Qur'oni Karim kitobingiz uydagida bo'lmasligi mumkin. Lekin shu ayrim bosmalarda bor bu ham. Shuning uchun umumiy holatda aytib ketyapmiz. Shu birinchi hamda ikkinchi o'tganlarimiz Qur'oni Karimda bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa bosmalarda uchrab qoladi. Shuning uchun umumiy holatda aytib ketyapmiz. Endi uchinchi holat. Uchinchi holat, alif yarim oyga o'xshab yozilishi mumkin. Nima degani bu? Masalan, qarang. Maytda Rohmada kimda yarim oycha qilib qo'yadi mana. Bu Qur'oni Karimda juda ham ko'p keladi. Mana shu yarim oychamiz demak nimaga teng ekan? Alifga teng ekan mana. Yozib qo'ydim. Alif yarim oyga o'xshab yozilishi mumkin. Bu degani o'sha yarim oycha alifga teng degani. Misol uchun mana Rohman degan so'zda mana yoy bossangiz, mana bu yog'i bir xil, mana keyin mana alifni o'rniga esa mana yarim oychani qo'yib qo'yadi. Shu yarim oycha demak nimaga teng ekan? Alifga teng ekan. Demak, siz kitobda ko'rib qolsangiz,
mana shu fathadan keyin yarim oycha kelib qolsa shu alifga teng. Cho'zib o'qiyverasiz. Ya'niki buni rohman deb o'qib ketib qolmang. Bu cho'zib o'qishni bildiryapti mana shu. Ya'niki alif bor, alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasa, unda oldingiz fathalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shunda rohman shu holatda cho'zib o'qiyverasiz. Biz yana madlar bo'limida sal keyinroq bunga qaytamiz. Endi masalan qarang. Bu ham Fotiha surasidan masalan maliki. Mana qarang. Ma hamda mana bu yarim oychaning o'rniga mana alif qo'yamiz. Qarang, alifga teng. Shunda maliki. Mana maliki shu holatda o'qiysiz. Demak, bundan buyon yarim oychani ko'rib qolsangiz, nimaga teng ekan? Alifga teng ekan. Shunda buni maliki deb o'qiyverasiz. Lekin boyagi ikkita holatimiz Qur'onda uchramasa agar, lekin bu holat ko'p uchraydi. Endi keling, hozir 3 ta o'tgan qoidamizni yana bir takrorlab o'taylik. Cho'zish belgilari 8 tani tashkil etar ekan. Birinchisi, bundan buyon fatha tikka holatda ham kelishi mumkin ekan mana. Yotgan holatda ham, tikka holatda ham ikkalasi ham bir xil ekan. Masalan, bu ta o'qilsa, bu ham ta o'qilar ekan. Bu birinchi qoida edi. Endi ikkinchi qoida. Ikkinchi qoidamiz fatha tikka holatda kattaroq yozilishi mumkin ekan mana. Kattaroq holatda yoziladigan bo'lsa, ham fathaga, ham alifga teng bo'lib qolar ekan. Ya'ni na deb o'qiysa, cho'zib o'qilar ekan. Bu ikkinchi qoida edi. Endi uchinchi qoida. Uchinchi qoidamiz esa alif yarim oyga o'xshab yozilishi mumkin ekan mana. Masalan, rohman degan so'zda alifimiz yarim oy shaklda yozilyapti mana. Bu lekin Qur'oni Karimda juda ham ko'p keladi. Hozir men sizga endi 3 ta qoidani takrorlab o'tdik. Bugun kitobdan misol yozmaymiz, chunki kitobda sal bosmada xatoliklar bor ekan. Shuning uchun faqatgina Qur'oni Karimdan shu 3 ta qoidani birgalikda qidiramiz hozir. Eslatib o'taman, biz Qur'oni Karimdan hozir misollar ko'ryapmiz. Siz tahoratli holatda bo'lishingiz kerak. Masalan, qarang mana Fotiha surasining 1-oyatida mana yarim oychaga o'xshab kelyapti. Mana bu yoqda ham cho'zib o'qiladi. Yoki bo'lmasa mana Ar-Rahmani degan so'zda mana bu yoqda ham e'tibor bersangiz, mana yarim oychaga o'xshagan holatda kelyapti. Men aynan mana bu yog'ini yozib ko'rsatib berdim men. Ama o'qiydigan bo'lsangiz Ar-Rahmani. Mana mani, mana qarang cho'zib o'qiladi. Mani emasda mani. Keyingisi mana aytdi maliki degan so'z, masalan Fotiha surasida bu ham e'tibor bersangiz mana maliki, mana bu yoqda shu yarim oycha alif vazifasini bajaryapti. Hozir yana pastdan yana ko'ramiz. Mana yana pastdagi misollarda ham ko'rsangiz bo'ladi. Siroto, masalan mana bu so'zda ham mana siro cho'zib o'qiladi, chunki mana yarim oycha bitta alif vazifasini bajaryapti. To'g'rimi? Shuni cho'zib o'qiladi. Mana bu yoqda ham mana sirotoda mana yarim oycha alifni o'rniga kelyapti. Bu 3-qoidamiz. Shularga mana e'tibor berasiz. Endi siz yana uyga vazifa o'zingiz bir shuni qidirib ko'rasiz. Tikka holatdagisini topa olmasligingiz mumkin, lekin mana shu yarim oychalik holatidan o'zingiz 10 ta misol yozib berasiz. 10 ta. Chunki ikkitasini topish sal qiyinroq. Shuning uchun mana shu yarim oychaga o'xshagan so'zdan 10 ta yozib berasiz. Masalan, mana maliki, mana bitta so'z cho'zib o'qiladi. Bitta maliki emas, maliki, mana bitta. Shunaqadan Qur'oni Karimdan yarim oychalik holatda 10 ta topib kelasiz. Hamda nariga tikka holatdagini topsangiz ham yaxshi bo'lardi. Lekin bu kitobda bo'lmasligi mumkin. Aytib o'tganimdek, Qur'oni Karimning boshqa bosmalarida bo'lishi mumkin. Masalan, internetingiz bo'lsa, internetdan Qur'oni Karim kitoblarini yuklab ko'rib, shu bosmalar farqini ko'rsangiz ham bo'ladi. O'shalarda tikka holatda va fathalar tikka holatda yozilgan holatlari ham keladi. Agar topolmasangiz, shundan 10 ta so'z yozsangiz bo'ladi. Masalan, mana maliki bitta. Masalan, mana siroto ikkita. Mana 3 ta. Shunaqa Qur'oni Karimdan jami 10 ta topib kelishingiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu yarim oychaga o'xshaganini biz ko'proq mashq qilishimiz kerak. Shu bilan keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin bo'ladi. Bugun faqat 3 tasini o'tdik. Qolganini keyingi dars o'tib beraman.